Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripov, viloyat davlat xavfsizlik xizmati va viloyat prokuraturasi rahbariyati, G'ijduvon tuman hokimi Farhod Umarov hamda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari ishtirokida yoshlar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan haftaning payshanba kuni yoshlar kuni deb e'lon qilinganligi munosabati bilan tumandagi maktab va 2-son texnikum yoshlari bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Samimiy ruhda o'tgan uchrashuvda yoshlarning ta'lim olishi, bandligini ta'minlash, ularning tashabbus va g'oyalarini qo'llab-quvvatlash, orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarish masalalari atroflicha muhokama qilindi. Uchrashuvdan so'ng tuman hokimligi binosida tuman rahbarlariga biriktirilgan ishsiz hamda otaliqqa olingan yoshlar masalasi yuzasidan alohida muhokama o'tkazildi. Unda har bir rahbar o'z tasarrufidagi yoshlar bilan olib borilayotgan ishlar, ularga ko'rsatilayotgan amaliy yordam hamda bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida hisobot berdi. Ta'kidlangandek, yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning muammolariga yechim topish va kelajagini ta'minlash davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bugungi ochiq muloqot va amaliy muhokamalar esa yoshlar taqdiriga befarq bo'lmaslik, ularning hayotda munosib o'rin egallashi uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilayotganligini yana bir yorqin ifodasidir.